Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvan dediktanlar xabarlarimizning tafsiloti bo'lsin. Forbes 20 dekabrdagi xabarga ko'ra, Uyg'ur majburiy emgakini oldini olish qonuni ijro qilinishga boshlagandan buyon Amerika chegarasida 5562 paraxut mal tutib qilingan. Bunun ichida 2583 ning Amerikaga kirishi rad qilingan bo'lib, tutib qilingan malning qiymati $500 million dan oshgan. Tutib qilingan mallar turli sohalarga chetishliq bo'lsa-mu, ammo elektron mahsulotlari, sanoat mahsulotlari, yassimichilik mahsulotlari, kiyim-kechak, oyoq va to'qimachilik buyumlari tutib qilingan mallarning ko'p qismini tashkil qildi ekan. Ajablanarli shuki, tutib qilingan bu mallarning ko'pinchisi Sharq Turkistonda emas, balki Malayziya va Vyetnamda ishlab chiqarilgan. Malayziyadan kelgan tutib qilingan mallar odatda Sharq Turkistonda qezilgan va pishiqlab ishlangan ruda bilan yasalgan tovarlar ekan. Vyetnam şirketlerining Sharq Turkistonda o'stirilgan paxtalardan yoki shu paxtalardan pishiqlab ishlangan raxt bilan kiyim tikkan bo'lish ehtimoli yuqori ekan. Mutaxassislar bu xil ahvolning texmi umumlashishi mumkinligini, shunga Amerika tamojin tarmoqlarining mallarning ta'minlash zanjirini alohida astoydil tekshirishi zarurligini ta'kidlagan. Reuters agentligining 20 dekabrdagi xabarga ko'ra, so'ngakdan o'tgandek sovuqning Xitoyning har qaysi joylarini qoplab, pastel xarakterlik tuvan temperatura rekordining buzilishidagi sabab Xitoyning o'zida emas, balki texmi shimoliy rayonlarda bo'lishi, ya'ni buningga odatda shimoliy qutbning sovuq iqlimini to'sadigan, tez harakatlanadigan havo iqlimi ta'minining ojizligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Xitoy hukumati eng kuchli shamol ogohlantirish tarqatgandan keyin kuchli sovuq iqlim 12-oyning 13-kuni Sharq Turkiston orqali Xitoyga kirgan. Hamda tez suratda sharqqa tarqalib, Xitoy poytaxti Beyjingda muz va qor qoplab ketgan. Ondan mazkur sovuq iqlim bir necha kun ichida Changjiang daryosidan o'tib, Guangdonggacha bo'lgan janubdagi tog'liq rayonlarda oz uchraydigan tarzda qor yog'ishiga sabab bo'lgan. Gerçi qishda qattiq sovuq bo'lishi Xitoyda doimiy hodisa bo'lsa-mu, ammo navbatdagi sovuq iqlimining temperaturasining ilgarigidan ko'rinarli tuvan ekanligi hamda uzun davomlashganligi shimoliy qutb atrofida harakatlanadigan aylanma sovuq havo balbig'ida yo'chiq ko'rilgan bo'lishi mumkinligini, shunga shimoliy qutb havosining janubga texmi baksinib kirayotganligini ko'rsatish mumkin ekan. Reuters agentligining 21 dekabrdagi xabarga ko'ra, boshqa nomzodlar bilan berilgan jiddiy birlashma televiziya nutqida Tayvanning kelar yili 1-oyning 13-kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida qatnashadigan Lei Chingde 20 dekabr Tayvan prezident nomzodlarining hammasining Xitoyning nazarida bo'lgunchi ekanligini aytgan. Xitoy Tayvanda hokimiyat beshidagi Demokratik taraqqiyot partiyasining muavin raisi va prezident nomzodi Lei Chingdeni xatarlik bo'lgunchi deb ayblagan. Hamda bu qatimlik saylovni urush bilan tinchlik orasidagi tanlash deb tasvirlagan. Üç prezident nomzodlarining naq maydon televiziya nutqida Lei Chingde Xitoyning Tayvanni yutib olish orzusining Xitoyning davlat siyosati ekanligini bildirgan. Hamda boshqa ikki nomzodga xitoban mundoq degan. Tayvanning mustaqilligining Xitoy tarafidan belgilanishiga yo'l qo'ygudek darajada ahmoq bo'lmoqda. Xitoyning nazaridan bu yerda prezidentlik saylovida qatnashayotgan 3 yilimiz Tayvanning mustaqilligini qo'llaymiz. Raisinishda Lei Chingde yetishib olgan Ho Yuyi Lei Chingdeni Chungxua Mingo degan nomdan voz kechib, Tayvanning rasmiy mustaqilligini qo'llaydi deb ayblagan. Hamda mundoq degan. Tayvanning mustaqilligi urushni keltirib chiqaradi. Urush bizga yaqinlashyotdi. Men bir davlatda ikki xil tuzum tashabbusiga Tayvanning mustaqilligiga qarshi. Februarning 22 dekabrdagi xabarga ko'ra, Argentinaning Buenos Aires shahridagi norozilik arzi sudida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi bostirish va insoniyatga qarshi jinoyatga chetishlik universal boshqarish ta'minlik huquqi delosi qarab chiqilgan. Bu arz Uyg'urlarning huquqini qo'g'daydigan advokatlar birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan sunilgan. Diqqat qilishga arziydigani shuki, bu isbot anglashig'ini Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga, jumladan insoniyatga qarshi jinoyatiga va irqiy qirg'inchilikqa munosabatli deloning tunji qatim jinoiy ishlar sudida qarab chiqilishi ekan. Mazkur isbot anglashig'ini 2022 yil 8-oyning 16-kuni Buenos Airesda sunilgan jinoiy ishlar arziga binoan berilgan bo'lib, Argentina asosiy qonunining 118-moddasida belgilangan universal boshqarish ta'minlik huquqi moddasiga asosan Argentinadagi har qanday sudning xalqaro jinoyatga chetishlik arzlari haqida isbot anglashiga yo'l qo'yilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa ijtimoiy aloqa suhbati X'da mundoq degan. Men 2023 yil 12-oyning 21-kuni Argentinadagi norozilik arzi sudida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish terrorlar to'g'risidagi universal boshqarish ta'minlik huquqi delosining isbot anglashig'ida guvohlik berdim. Dolqun esa o'z bayonotida Argentinaning ziyonkashlik uchirg'uchilar siyosiy to'salg'idan xoli holda mustabid hokimiyatlarga qarshi adolat talab qila oladigan o'zgacha o'rnini ta'kidlagan. U o'z bayonotini mana so'zlar bilan oxirlashtirgan. Argentinadagi xalq va adliya tarmoqlari endi takrorlanmaydi degan ekan, biz ularga ishonamiz. Biz ana shu sababdan arz sunduq va arzimizni Argentinada sunduq.
Final Times Store'nun 24 dekabrdagi xabarga ko'ra, Amerika bilan Xitoy 2022-yili Tayvan to'g'risidagi talash tortish sababidan uzilib qolgan yuqori darajalik harbiy aloqani asli keltirgan. Besh burchakli binoning eng yuqori darajalik harbiy amaldori 21 dekabr Peyjondagi mansabdosh bilan tunji qatim so'zlashgan. Besh burchakli bino bu xabarni o'tgan yil 10-oyda vazifaga o'tirgan Amerika shtab boshliqlari birlashma kengashining raisi general Brun o'z mansabdoshi, ya'ni Xitoy Xalq ozodlik armiyasining generali Liu Jie bilan so'zlashganligini e'lon qilgan. Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinpingning oldingi oyda ikki davlat o'rtasidagi harbiy aloqani qayta boshlashga qo'shilgan bo'lib, bu aloqa 2022-yil 8-oyda ayni vaqtdagi Avom palatasining rahbari Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilgandan keyin to'xtab qolgan edi. Bu aloqaning qaytadan boshlanishi Amerika bilan Xitoy yiriklashgan munosabatini yaxshilamoqchi bo'layotgan va har ikki hukumat bir qator krizislarga duch kelgan paytga to'g'ri kelgan. Navbatda Amerika G'azzada va Ukrainadagi urushlar bilan hablashsa, Xi Jinping davlat ichida cho'nqur iqtisodiy chekinishga duch kelmoqda. Besh burchakli binoning bayonotida ko'rsatilishicha, Brun raqobatni mas'uliyatchanlik bilan boshqarish, xato hukm chiqarishdan saqlanish, shundaqla ochiq va bevosita aloqa liniyasini saqlashning muhimligi uchun kuch chiqarishni ta'kidlagan. Shundaqla mohiyatlik dialog o'qishmasligini azayta oladi degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.